bir sirni sizga aytib o'taman. Yaqinlaringizga millionlab gullarni olib keling. Atrofini gulzor qilib yuboring. Xohlasangiz Alla Pugachovani olib kelib, million alixrozni ayttiring. Foydasi yo'q. Undan ko'ra aynan lavandazorni ichiga onangizni, yaqinlaringizni olib kelib 1 soat mana bu hiddan 1 soat to'ydirib nafas oldiring. Sog'liq uchun foyda. Umrlari uzoq bo'ladi. Millionlab odamlar Fransiyaga lavanda o'simligi hididan to'yib nafas olish uchun borishadi. Bizda esa tekin Farg'onaning o'zida aynan aeroportning orqasi va Ekositining yon bag'rida joylashgan lavandazor.